Eslatib o'tamiz, mamlakatimiz tarixida ilk bor 12 ballik jarima tizimining ishga tushishiga ozgina vaqt qoldi. Shu vaqt mobaynida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan bu mavzu yuzasidan yurtdoshlarimiz orasida so'rovnoma o'tkazdik. Jarima ballarga o'tish tizimi bilan bog'liq bu bahslar bugungi kunning eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan. Muntazam ravishda yo'l harakati qoidalarini yil davomida buzib kelayotgan haydovchilar belgilangan jarima ballarining oshishi bilan ma'lum vaqt mobaynida avtomobilni boshqarishdan mahrum etilishigacha bo'lgan jazo berilishi e'tirof etilmoqda. Bir yil davomida 12 balli jarima ballar yig'ilgan bo'lsa, agar keyin haydovchilik huquqidan mahrum etilib, keyin ma'lum bir muddatdan keyin qayta imtihon topshirib, keyin haydovchilik guvohnomasini oladi deb yangi qaror loyihasi chiqarilmoqda. Lekin men aytmoqchi bo'layotganim, hozir bu yerda avvalambor bu tizimni yaxshilab mukammallashtirib, endi men mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, 12 balli tizimga hali ancha bor bizga. Undan oldingi qiladigan ishlarimiz bor. Mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, undan oldingi qilinadigan ishlar bor. Misol uchun oddiygina haydovchilik qo'rqib qolgan, oddiygina sidirg'i chizuvni bosib yursa agar jarima ball berib kun bo'yi yoki hafta mobaynida ishlagan to'lovi jarimaga ketishiga sababchi bo'ldi. Hozir ko'p haydovchilarimizda ya'ni o'sha asosiy tirikchilik manbai bo'lgan avtomobildan boshqarishda demak ancha qo'rquvga tushib qolgan. Sababi yo'lga tushganda kun bo'yi hafta mobaynida ishlagan pulini jarima balga o'tkazishiga sababchi bo'ldi. Yo'llarning abgorligi, ba'zi belgilar va ogohlantiruvchi chiziqlarning standart talablarga javob bermasligi esa avtomobil haydovchilarining yo'l harakati qoidalarini beixtiyor buzish oqibatlarini keltirib chiqaryapti. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yo'l harakat qatnashchilari erkin harakatlanishlariga ta'minlab qo'yilishi kerak. Erkin deyilganida, ya'ni yo'l infratuzilmalarini, yo'l sharoitlarini haydovchi, yo'lovchilar uchun, piyodalar uchun xavfsiz makonni shakllantirib, keyin bu tizimga o'tishga yo'lga qo'yilsa bo'ladi. Darhaqiqat kiritilayotgan bu o'zgartirishlar samarali ish berishi uchun birinchi navbatda qonun hammaga birdek ishlashi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, dastavval shunga muvofiq haydovchilarga shart-sharoit, qoidani buzsagina, undan keyin jazo muqarrar degan tamoyilga barchamiz birday amal qilmog'imiz darkor.